Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. YouTube kanalini ko'ruvchilar, mana men bugun gullarimi, katta tuvakdagilarni ko'chaga chiqardim. Kecha chiqarib qo'ydim. Atay shtobi men rezultatini bilib sizlarga etish uchun. Mana bu gullarim quyoshda yangi chiqqan bariklari bari kuyib tushib ketadi mana. Qarayib, mana buni olib tashlanadi. Shoxlari yashil novdalar turibdi. Men atay amasdan tozalamasdan bunu sizlarga ko'rsatib video obzor qilishga tushirib turibman. Mana bu birim derazani tagida quyoshga nuriga tushib turgan joy. Mana shuning uchun bular uncha kuymayapti. Movalari sal kuydi. Atak bular uncha kuymayapti. O'sha movalar butonga kelyapti. Ana bitta tuvagim mana polni tepalaridan boshlab o'sha mana bariklari quyoshda kuyadi buni. Потому что bular nimani ichida turdi? Kladovkaning ichida turdi. Shuning uchun quyosh ko'rmadi. Bu quyosh ko'rmagan barik attog'a chiqqan keyin buni xohlasa ham, xohlamasa ham kuyib ketadi bari. Qaytalatdan yangi novdalar chiqizadi mana. Mana yangi novdalari chiqib kelyapti mana. Mana bularda barida mana yangi novdalari chiqib kelyapti mana. Bu bariklarni to'kib tashlaydi. Birovlar mana shuni nima qiladidagin tashash so'radi, vaydat bo'ldi, qurg'ab qoldi deb. Buni tashlamaslik kerak. Ben atay mana ko'rsatyapman. Bu gullarimga mana men azot solib qo'yaman hozir mana. Hozir ko'rsataman. Barini qanday qilayotganimni hech bir gulim meni qurg'ab ketmagan. Потому что men azot solmasdan oldim. Men sizlarga ko'rsatib qo'yapman. Eshikka chiqizib qo'ydim. Mana 2 kun bo'ldi. O'tgan kuni kechqurun chiqizamsam, kunim bilan kecha quyoshda turdi. Bariklari mana kuyadigani kuyib oladi. To'kilib ketadi bular. Qaytalatdan yangi barik, yangi shoxlar chiqib gulga keladi, xudo xolos. Shuni men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana azotlarim meni, mana likam, 10 litrlik likam. Buni hozir men 10 litrini suvga to'ldirib olaman. Paka suvga to'lguncha mana gulimni tagiga mana bitta qismini olib, mana sepyapman. Mana. Yana ozgina mana. Bunga bu hamma yo'g'i mana shu yetadi mana. 1,5 qism sepdim mana. Endi lekadagi suvim mana to'lyapti. Mana tagiga mana shunga to'ldirib men suv quyib qo'yaman hozir. Mana eski bariklari ham tagida tushib turibdi. Atay olmadim. Mana. Shu bari azotlarim mana 10 litr suv quydim. To'g'la bo'lib turibdi. Tagida singib bu o'ziga singadi mana. Men hamma gulimga mana shuna qilaman, hech bir kuymaydi. Men sizlarga mana 1 oydan keyin mana shu gulimni yana mana shu 3 ta tuvak mana katta. Bo'yi mana zabor bilan teng bo'lib turibdi, 3 metr. Xudo xolasa mana shu sizlarga ko'rsatib video obzor qilib beraman. Qanaqa bariklari chiqqan, hammasini ko'rsatib beraman. Bu gulimizni qaytaga bariklari ham yashil to'q bo'lib, rosta ham chiroyli bo'lib chiqadi. Azotni mana aytyapman, tuvakdagi hamma gullarga men salaman. Hovlidagi gullarga ham salaman. Ana shu ochilib turgan sirenimni tagiga ham men erta bahorda уже bariga endi chiqib kelayotganda men tagini chapib mana shu tagiga o'zini chavib yumshatib ustiga dori sepib qo'yganman. Yomg'ir yog'ib, yomg'ir suvda o'zi yetilib, mana уже hali hech kimda bizda siren ochilmadi. Mana bu ochilib уже gullab turibdi. Hammaniki endi buton kelyapti. Bu gullab yotibdi. Hammaga xayrli kun tilab qolaman. Yaxshi kayfiyat. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar.